Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, davom etamiz. William Gann texnikasi bo'yicha tillarni analiz qilishda, demak, D1 grafiki bilan boshlaymiz. Va D1 grafikida o'tgan safar esingizda bo'lsa, mana bu yerda edi. По-моему, bozorni 4819 ga borishini taxmin qilgan edim va bu o'zini 100% oqlagan. 3000 dan oshiq punkt demak profit qilingan va kim bizni analizimizga baho berib demak profit qilgan bo'lsa, analizimiz bo'yicha tabriklaymiz. Xo'p, bizda keyingi уровень уже 5182 ekan. Va bu yerga bozor masalan qanaqadir korreksiyadan, retestdan keyin borishi mumkin yoki keyin kuzatamiz, qanaqadir chuqurroq korreksiya bo'lishi ham mumkin va o'sha yerdan sekin-asta yana 5182 ga demak borishini taxmin qilyapmiz va 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da keyingi уровень bizda mana o'sha 4937 уровень demak zakreplение bo'lgan tepada va keyingi уровень 5007 ga borishini taxmin qilyapman. Xo'p, bu ham demak hozir korreksiyadan keyin borishi mumkin yoki srazi hozir borishi mumkin yoki yana uchinchi variantda mana bu zonaga kelib turib, bu zonadan qanaqadir sekin-asta yana ko'tarilib o'sha уровеньga demak 5007 ga borishini demak taxmin qilyapman. Alternativniy holat, agar bozor riskga qo'yadigan bo'lsa, bu yerdan proboy bo'lib, o'sha keyingi уровень mana bu ugulimiz 201 va 4801 ekan. Bu yerdan demak yana kuzatamiz. Hop, ko'ryapsizlar, Gann sistemasi juda yaxshi ishlayapti. Demak, o'tgan safar mana bu yerda biz prognoz berishni boshladik. Keyingi уровень mana bu yoqqacha, keyin adashmasam martdan bu yoqqacha berishni hammasini demak birma-bir aytib o'tganmiz. YouTube kanalda, Telegram kanalida demak buni kuzatishingiz mumkin va juda ham yaxshi demak уровеньda ishlayapti. Like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying.